Apalapan, nima bo'lyapti? Ana tug'masa 5 kundan beri kuzatyapman, tug'mayapti. Qistalag'ib. Haqqis burush. Ushaylik, shu shaharga borib, erta tug'ib yaqib kelamiz. Davay, hujum. Olim. Astaydi. Emas. Yo'q, tezlash. Harakat qil, dadangni o'ldirdim, qariganda dadangni o'ldirdim. Tug'mashga kirib ketdi, shab chiqasan. O'zimga olib tug'dan qo'ymaganda. Pidarazi, dadang men kimni sensirayapsan? Qo'rqqanimdan sensiravanimda dada kechirim. Kechiraverdingda. Ha, filda bolasi, chakagingda o'chir. Endi mana shu yerga keldingmi? To'g'ri to'shli tug'adi. Okey, yaxshilab tushuntir. Agar to'g'ri shundan ikkita tug'masa, bu tariqalar ko'ryapsanmi? Shuni ustida shu to'g'rining go'sht kelishi mumkin. Alif restoranida o'g'lim. O'rtoqlarim bilan kelib shamiga yeyishga juda shart-sharoitlar, vahshiy go'zal, ishonasanmi? Mana 20 kishilik joylari ham bor. Bunaqa xonalardan 5-6 ta bor. Endi shu narsalarni yesang, tagji tekin. Dada, biz qayerga keldik? Yakkamollada Alif restoraniga keldik. Yangi bozorga yetmasdan bu Alif restoran to'g'onga yaxshilab tushuntirdim. Bu yerda go'shtli mahsulotlardan 15 xil ovqatlar bor. Agar tug'masa to'g'on, shu 15 xil ovqatni ichida bo'lishi mumkin. Dada, bir ayb chiqib qo'yibman-da. Yana nima bo'ldi? Ana tug'maydigan tovuq qop qo'rasi ko'tarib ketdim dada. Ha, pidaras. Yana nima o'ras?